Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sog'liginglar yaxshimi? Charchamasdan. Bugun mana 7-noyabr juma ayyomi muborak bo'lsin. Anchadan beri ishlar ko'payib video olmayotgandim. Bugun bir nasib bo'lib qoldi, xudo xolasa. Bugun tongi 6:30 mana bomdodda o'qidik, xudo xolasa. Holatlarni bir ko'rsatib o'tmoqchi bo'ldim. Sovuq kunlar boshlandi, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Mahalla boshida to'yxona bor, ovozlari ham kelyaptimi? Bo'g'ib qo'ymayapti meni ovozimni. Xo'sh, yozgi sezon. Bu tugadi yozgi sezon. Endi buni ustidan agrovolokno yo salafanlar bilan yopib saqlasa bo'lardi-ku, endi ish ko'payib ketardi, to'g'risi. Bunga vaqtimiz ham bo'lmadi. Shuning uchun endi bor mevani oldik, qolgani qoladi endi xudo xolasa. Sovuqda mana mashinalar ham qora bosib ketdi. Hozir men haroratni ko'rsatmoqchiman. Haroratimiz tongi 6 da -3 bo'lyapti. Bu ayvon holatida. Tashqari yalanglikda -4 gacha ham boradi. Hozir bir qulplan holatlarini ko'ramiz, keyin katyollarimizni ko'ramiz. Ko'mirlarni, generatorlarni bir ko'rib o'tamiz xudo xolasa. Ketdik bo'lmasa. Bu yerda mana bu alohida tandonga o'xshagan. Ancha sovuq bo'libdi. Bu teplistamizga atroflarini agrovolokno bilan yopamiz. Hozir emas. Sababi kunduzi issiq bo'lyapti, shuning uchun yonboshlar ochilish kerak. Hozir agrovolokno yopadigan holatda emas. Bu yangi generatorimiz. Oldin bilasizlar, bizda 10 kilovatli generator turardi 220 ga. Bu 30 kilovatli generator yangi o'rnatdik. $3100 ga yo'l kira ustanovkasi bilan birga qilib ketishdi. Bu avtomatik holatda turadi. Mana avto. 3 faza 30 kilovat. Buni shumkaligi ham bo'ladi. Shumkaligi bir $4000 atrofida ekan. Biz endi bu katyolxonamiz chekidaligi uchun ochig'idan oldik. Bu narsasi topli gref hisoblanadi. Antifrizini isitib turadi. Dizel ishlaydi. To'liq avtomatik holatda ishlaveradi. Katyollarimiz bu avariyli holatdagi gaz bilan salarkaga ishlaydigan katyollarimiz. Buni hozir ishlatmaganmiz. Bu turibdi. Buni ishlatyapmiz hozir. Bu turetskiy 50 sotik joyga moslangan. 500 kilovat, 600 kilovat. Hozir mana haroratimiz ancha tushishni boshlayapti. 88 ga qo'yganmiz. 66 chiqaryapti hozir. Hozir gazini ko'ramiz. Ko'mirimiz oz qolibdi. Buni oz qolgan hisobidan kamroq yonyapti, lekin juda kuchli. Effekt yaxshi katyol bu. Bu kichikroq joyga. Buni ancha kuchi yetmayapti. Bu ancha baquvvat bo'lyapti. Hozir o'chirib turamiz endi. Xo'sh, bu yerda nemis xona. To'liq tepalari yopilgan. Arilar qo'yilgan. Qulplanlar gullab, chiroyli bo'lib turibdi, xudo xolasa. Bunda ham yaxshi tomoni bor, mana termiz alohida. Tandonga o'xshab yopiladi, lekin tepasi alohida bo'ladi. Ikkovini steplerlab qo'yamiz bir-biriga. O'rtadan qo'shiladi mana. Ko'ryaptimi yo'qmi? Radiatorlar ishlab turibdi. Endi xudo xolasa narigi tomonga o'tamiz. Mana bu qulplanlarimiz sovuqda yotibdi. Endi mana shunday ustiga agrovolokno yopib borsa ham bo'lardi. Buning uchun ancha mashaqqat, lekin qulplarni ustiga yozib tursa ham bo'lardi. Lekin uni tushir, chiqar, shunaqa bir qulplanlar urinib ketardi. Endi baribir bu tugadi, ataplaniya bo'lmagandan keyin quruq sarafan ham yaxshi effekt bermaydi. Xo'sh. Suvdan parch chiqayotganini ko'ryapsizlarmi? Xuddi suvdan parch chiqyapti, ko'ryaptimi yo'qmi? Mana shu suvdan ataplaniyaga foydalansa bo'ladi. Yana bir xudo xolasa kommentariyaga yozsanglar, uni ham bir tushuntirib beraman. Uni ham bir qilamiz, hali u joyga yetib kelmadik, bizga sharoit bo'lmadi. Xo'sh, bu yerda 10 ta tandonsiz xonadan 8 tasiga ekildi, xudo xolasa. Men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam, yaxshi narsani ko'rsataman.
oxirgi chekadagini haroratini ko'ramiz, keyin 4-kapamizni ko'ramiz. Oraliqlari bulardi. Bularni oralig'iga ham zajim qadab turib, o'rtaga bitta agrovolokno tortib yuboramiz. Mana agrovoloknomiz bor eskisidan. O'rtaga bu bilan bunga o'rta tortilsa, bu ham MM ga o'xshab qoladi. Katta qor kelsa, mabodo salafonni yirtib olish imkoni bor. Yomg'irlar, pastki ukloni bor, bemalol ketaveradi. Soğumusan soğuk bo'lyapti ekan ham. Hani bismillahirrohmanirrohim. Necha bo'lyapti harorat. Allah. Bu so'lhanlarimiz. So'lhanlar ikkinchi gullarni ham chiqarib turibdi, lekin bakini juda katta qilish kerak. Bu Xudo xolasa yaxshi hosil beradi dekabrga inshaalloh. Haroratimiz 7.2 turibdi ekan hozir. Eng sovuq holatga chidasa bo'ladigan, lekin 10 dan 15 dan tushmagan maqulroq bo'lardi. Katyorimizni sahar sal sovutib qo'yibdi, yana ham issiqroq ushlash kerak. Bu yerda radiator oddiy 5 dona radiator qo'yib qo'yganmiz, ko'ryaptimi yo'qmi? Buni tepaga o'rnatish kerak, endi o'rnatishadi xudo xolasa. 1 2 3 4 5 ta. Bu 7.2, tashqarida -4 bo'lsa, deltani 11 ushlayapti. Endi sizlarga bitta yangilik ko'rsataman. Xo'sh, yetib kelyapmiz. Bu jicha rasxod bo'ladigan narsa, lekin arziydi. Yerga avtomatik qo'yganmiz. Bu shit. Bu 220 ni 24 volt qilib beradigan narsa. Bu fazani almashtiradigan narsa. Bular regrovka qiladigan narsalari. Mana bu faza almashadi. Faza almashganda bu motorchilar o'zgaradi. Tepaga, pastga tushiradigan. Bokovoy ham yopib ochiladi, tepa ham yopib ochiladi. Mana haroratni ko'ramiz hozir. Ancha bo'layapti soliga. Buni yaxshi tomoni, bu eski agrovolokno qo'yganmiz 2 qavat. O'zi bu tomonga ham ko'lpa qo'ysa undan ham zo'r bo'ladi. Bu koreyskiy ko'lpa mana. Tepani, o'rtani o'ta og'irmasligi uchun turbalar qo'yganmiz, lekin turba qo'yish shart emas o'zi aslida. Turbani qo'ymasa ham bo'laveradi. Haroratimiz 9.3 ekan hozir. 3-4 gradusda farqi bo'lyapti. Buni ham to'liq mana chegaralarni to'liq yopishgan yo'q, ichi. Mana bunaqa teshikchalari qolgan. Bu kamida 4 oddiy salafandan ko'ra 4 farq qiladi, 4-5 gradus farq qiladi deltasi. Endi buni ustanovkasi juda qimmatroq, 10 millionga, 15 millionga mana shu bitta 7 sotiklik qilib berishgan. Undan tashqari bunaqa narsalar olinadi, iplar olinadi, roliklar olinadi, bitta motor olinadi, 32 lik bitta turba qo'yiladi. Ochib yopadi, to'liq ochib yopadi. Buni plyus tomoni har yili termiz qo'ymaysiz. Yana bitta tomoni, misol termiz salafon bekitadigan quyoshda bu ochib to'liq qilib qo'yadi. Bir qavat tepasidagi salafon quyosh nurini o'tkazadi xolos. Ha, mana bu yerdan ochiq qolibdi. Shuning uchun zal sovuqroq bo'libdi. O'zi aslida bu hozir 12-14 bo'lish kerak. Kecha ko'rganimizda shunaqa edi. Bolalar uncha yaxshi qaramay qolibdi. Mana chekalar ozgina ochilib qolibdi. Shuning uchun ozgina sovuq kiribdi tashqaridan. Kamida 14 turgan edi bu. Tashqari -4 bo'lganda bu 14 turgan edi. Shunday holat. Bu yerda radiator ham ozgina qo'yganmiz xolos, mana 3 dona radiator 7 sotik. Bitta, ikkita, 3 ta. Boshqa narsa yo'q. Agar havo 0 dan tushib ketmasa, bezotopleniya ham 10 deltani bu kamida 12 delta ushlaydi. Hozir mana shu holatda ham mana 13 ko'rsatyapti. 9.3 bo'lsa, tashqari minus bo'lsa, -4 bo'ladigan bo'lsa 13.
13-14 delta ushlaydigan bo'lsa, bemalol bezatabilikni qilsa bo'ladi. Endi bu yerga xudo xolasa mana shu tandon istiqonalarga stilajga inshaalloh keyingi yilga niyat. Alloh nasib qilsa. Mayli, tani joyinglar sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka, omadinglar bersin. Mana bu kunduzgi holat, termizlarimizni oldilarini, keyin ozgina atroflarni ochib qo'yganmiz. İlk hosillarimiz xudo xolasa. Endi gullayotganlari ham bor mana. Har xil holat bo'ladi. Endi ko'chatga ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Noyabr holatiga qulpinalarimiz terimidan ham ozgina bor mana. Bileski ko'zda ko'rganchalik ko'rinmayapti telefonda. Adborlarimiz, melkiylarimiz, garohlarimiz ko'ryapti shekilli, menimcha yaltiroq bo'lib. Alloh barakatli qilsin. Sekin-sekin endi hosillar pisha boradi.